Endi men shifokor hisobimda bir narsani aytacakman. Shu mo'jizakor dori deb turibmiz bu narsani. Mo'jizakor. Haqiqatdan mo'jizakor ekanligini men bir ikki so'z bilan aytib ketacakman. Endi ko'plari medik emas chiqar, balkim bor shu oramizda shifokorlar ham bor chiqar. Mo'jizakor degani narsasi kalsiy. Kalsiyga ta'rif berajakman. Ona homilador bo'lgan vaqtimda birinchi qachonda bola kelib joylashgan vaqtimda yurak urishi 4 haftaliklarda asta-sekin rivojlanib, yurakni urishi boshlaydi. Yurakni urishini birinchi sabab kalsiy bo'ladi deb qo'yilgan. Kalsiy hujayrani membranasi deymiz. Hujayrani eshigini ochib beradi, shuning ichine oziq modda girsin deb. Bu kalsiy bajaradi vazifani. Birinchi navbatda. Shundan keyin homilani yuragi urib ketadi. Ana kalsiyni nima uchun kerakligi? Nima uchun bizga kalsiy kerak? Birinchi navbatda shu yerda boshlanadi. Kalsiy organizmga kerakligi. Eshikni ochib beradi. Hujayrani ichine oziq moddalar kerakli kaliy natriy nasos deymiz biz. Mediklar biladi. Hujayra shunda kaliy natroz, kaliy kiradi, natriy chiqadi. Kalsiy ochib beradi eshikni. Kaliy kiradi, natriy chiqadi. Natriy kiradi, kaliy chiqadi. Shunda yurakda hujayra, bizning organizm millionlagan hujayralardan iborat. Shunday gina hujayra ishlab ketadi. Bizning tanamiz hujayradan iborat. Ishlab ketganligi sababli yurak urib ketadi. Dalshi keyin organizm netib ketaveradi. Keyin kalsiyning yana bir vazifasi nerv impulslarni bir-biriga impulslarni narsani o'tkazib beradi. Agar kalsiy bo'lmasa, nerv ishlamaydi bizda. Odam shal bo'lib qoladi. Kalsiy bu vazifani bajarib beradi. Impulsni o'tkazib beradi. Sinapslardan impulsni o'tkazib beradi. Eng asosiysi 99% kalsiyimiz qayerda joylashgan? Suyakda joylashgan. Odamda 1,5-2 kilogram kalsiy bor. Tanamiz, misol uchun 80 kilo odam bo'lsa, 2 kilogramimiz kalsiydan iborat bizning. 99% suyakda turibdi bu narsa. Shuning uchun odam tikka yuradi, chiroyli yuradi, qomati yuradi. Agar kalsiysi yetarli bo'ladigan bo'lsa. Kalsiy kamayib borgan sayin odamzod cho'kib boraveradi. Suyak yemirilib boraveradi. Asanki bo'lib, astan engilib boraveramiz. Ayollarda ko'proq kuzatiladi. Birinchi navbatda menstrual sikl to'xtagandan keyin gormonal balans buziladidan estrogen gormonlar miqdori kamaygandan keyin kalsiy o'zining o'zi suyaklardan chiqib ketib boshlaydi. Shuning uchun ikki suyakni tizzaning o'rtasida ikki suyak bir-biridan ishqalanib yemirilib boshlaydidan shundan tizzasi og'riydi ayollarimizdan, onalarimizdan. Yosh o'tgan sayin shu menstruatsiya to'xtagandan keyin yong'in ishqalat bo'lib boraveradidan kalsiy yo'qolib suyak bir-biridan ishqaladidan yemirilib boraveradi. Ondan keyin yosh o'tgan sayin 70-80 yoshga borgandan keyin butun suyak mo'rtlashib qoladigan bo'lsa, birovlar aytadi, palankas eshitasizlar. Palankas yiqilib, oyoqini sindiribdi deydi. Bunday emas. Oyoqi boshda sinadi, bir golovki. Mana bu golovki sinib ketadidan keyin yiqiladi ayol. Suyak mo'rt yo'qolib ketgan. Gavdani ko'tara olmaydi, o'zining gavdasini ko'tara olmaydi. Qaysi tarafga sal noqulayroq qiyshayib ketsa, ina bu golovki bu qiyinga ko'ra joylashgan. Suyak narsani ko'rsatadilar, ko'rgan ham chiqarsizlar. Çanaqa girib turadigan yer golovki. Ya'ni shu golovkidan sinadidan keyin yiqiladi. Undan keyin qarabsizki, bu ayol bir umr agar operatsiya ishlab sharovoy qo'ydirsa normal bo'ladi. Lekin ko'plarning iloji yo'q, imkoniyati yo'q, hozir kattalar ham uni shu suyak singandan keyin bir umr to'shakka muhlanib qoladi. Keyin umurtqa pog'onamiz bor, 32 dona umurtqa pog'onamiz kompression perelom deydi. Bir-birini ishqalanib kompression perelom. Bu ham suyakni yemirilib, azilib ketishini astan asanki bergandan keyin, yani arasında g'idirdoq deymiz bize. Gamik yo'ladi bu. Ayollar bilasizlar, molni narsani aytgan vaqtimda. Ana shu bir-birini ushlab turadigan o'rtasida sharovoy bor. Ana shular yemirilib ketadi-da, umurtqa pog'onalar bir-biridan ishqalanadidan yemirilib ketib kompression perelomga kelib chiqadi. Shundan suyaklar sinuvchan bo'lib qoladi. Shuning uchun kerak bizga kalsiy. Kalsiy eng asosimiz bizani, mustahkam mo'jizamiz. Keyin yana bir mo'jizakor deganni yana bir narsasi, men Toshkentda o'qib yurgan vaqtimda 6 yil terapevtik reanimatsiya ishladim. Yangi Toshkentda vrachlar bo'lsa biladi. Insonning yuragi to'xtab qolgan vaqtimda birinchi yordam ko'rsatiladigan davrida kalsiy xlor bilan adrenalinni to'g'ridan-to'g'ri yurakka sanchamizdan yurak to'xtab qolgan odamni o'ldi o'sha odam o'lib yotibdi, lekin 2-3 minut ichida shu narsani qilish kerak.
kalsiy xlorni adrenalin bilan prямо yurakka sonchamizdan ya defibrillatorga qo'yib 600 voltda yurakni qisqartirib beramiz yoki bo'lmasa massaj ishlayimizdan yurakni 2 3 4 5 10 marta qisqartirib urib bersang yurak ishlab ketadi. Ana mo'jizakorligi kalsiyni. Shuning uchun kerak kalsiy. Shuning uchun mo'jizakor deganda men ta'rif berish uchun shuni aytayin deb bir aytdim. Shuning uchun mo'jizakor. Shuning uchun bu kalsiy bekordan bekora ishlab bu insonlarga taklif etilayotgani yo'q. Shuning uchun bu dori emas. Bu dori emas. Kimiyskiy tayyorlangan emas bu. Tabiiy mahsulot. Odamga ziyonsiz. Hali so'raladan 40% so'raladi. Tanaga. Arg'i kalsiy glukonat yana bir fosfat nelerimiz bor-ku, 1-2% so'raladi. Bu 40% gacha so'rilib, tanada o'zidan qoldirmaydi. Astatik qoldirmaydi. Ko'p kalsiy hozir kalsiylarni ichib yotibmiz, aptekada kalsiy D3 yana bir narsa. Shunday bir insonlar bor tanasini kalsiydan tuz yig'naladidan buyraginda yo o't xaltasida tosh yig'naladi. Ana o chiqmay qoladi. Neden? Tanadan chiqmay qoladi. Bu hech o'zidan asorat qoldirmaydi. Bu hammasi qurilma bo'lib turib, ya'ni ustundagi fundamentda ustuna karush qo'yamizmi? Xuddi shunday odamning organizmini, umurtqa pog'onasini, suyaklarini o'zining faoliyatini tiklab beradi. Energiyasi bilan, o'zining kalsiyasi bilan turib, quvvatlab to'ldirib turib beradi. Endi shuning uchun yonimda hali koenzim Q10 bor. Bu energetik balans. İnsonni yoshartiradi, quvvatini oshiradi, terilarni sillatmaydi. Kalsiyum shunday yoradi. Shuning uchun ikkisini birga ishlatilsa, effekti juda ham zo'r. Endi nazarshiyasini, dozasini shivirganlarga aytildi, tushuntirildi, xudo xolasa. Shuning uchun kalsiyning mo'jizakor ekanligini men shuni bir ustozimdan iltimos qildim, bir ikki og'iz oldindan ruxsat bersangiz, bir aytib o'tsam, как doktor, shifokor hisobida dadimdan ustozimdan ruxsat so'radim. Hozir siz so'rab turibsiz, meni miyamda bir narsa o'tdi, gap sizlar ham meni fikrimga qo'shilsangizlar, Bahodir akam Urganchga kelib salomatlik darsini o'tib bering desam, vaqtlari yo'q ekan. Buni ham sizlar o'tib turgan narsa men ham o'tirganman. Yakshanba kuni rasmiy taqdimotlarimizga vaqtingiz bo'lsa kelib bersangiz, yoki bo'lmasa biz limitli silkamiz bor o'rtoqlar. Zoom orqali hammamiz kelib 200-300 kishilik, 400 kishilik auditoriya yig'sa, doktorning o'zi uyida o'tirib, bizlara shu bilimlarni bersa, o'rgatsa. Hammamiz bu sekretlarni bilishimiz kerak, bularni bilishimiz kerak, chunki endi kelgan hamkorlar bizga o'rgatishimiz uchun bilishimiz kerak, chunki bizda faoliyat ko'rsatib turgan hamma inson medik emas o'rtoqlar. Lekin biz bu narsani bilishimiz kerak. Chunki biz endi shu preparatlar bilan ishlaganimiz uchun bu narsani to'liqligicha insonlarga yetirib berishimiz uchun biz bu bilimlarni bilishimiz kerak. Shuning uchun bir iltimos etsak, Xudo xolasa. nega vaqtingizni to'ldirib qo'ysangiz, bizlarga dars bersangiz, siz promotion yozamiz, beramiz uyingizda o'tirgan holatda. Bo'ladimi, liderlar?